Uyg'urlarga chet ellik do'stimizdan bir taklif. Abdori Asiya Uyg'ur. Uyg'urlar sekular, ya'ni zamonaviylashgan davlat quramdi yoki political and religious unity. Din bilan siyosat bir gavda qilingan davlat quramdi. Chet ellik do'stimizning savoli. Bir millat ma'lum bir o'rtaq nishonga yetmoqchi bo'lganda, ular orasida ixtilofning ko'rilishi intayin normal hodisa bo'lib, ixtiloflarning o'ttirg'i chiqishi kishilarni tafakkur qilishga, izlanishga, masala deb qaralgan ishlarni hal qilishga rag'batlantirdi. İxtilafsız kollektiv bo'lmaydi. Chunki bir kollektiv ichida o'xshamagan kishilar va o'xshamagan qarashlar bo'ladi. Agar kollektiv ichidagi o'rtaq nishonga yetish yo'lini tanlashda ko'rilgan ixtiloflar, masalalar vaqtida bir taraf qilinmaganda, o'xshamagan qarashlar hal qilinib, o'rtaq bir yo'nalishga qarab taraqqiy qilmaganda, kollektiv ichida bo'linish, chechilish, har kim o'zi to'g'ri ko'rgan yo'nalishga intilish va oxirida kollektivni vayron qilish hodisasi yuz berdi. Uyg'urlar orasidagi masalalarmi dal mushundaqdir. Men bu bir necha kun ichida ko'plagan qarindoshlar bilan fikrlashgan bo'lsam-mo, buning ichidagi Uyg'ur masalasiga qiziquvchi bir kishi bilan elib borgan suhbatimning asosliq mazmunini sizlar bilan o'rtoqlashishni muvofiq deb qaradim. Bu do'stimiz mening fidoyilar ekrandagi suhbatimni ko'rgandan keyin Twitter orqali meni tepib, o'zining aloqa uchurlarini qoldirib, men o'tirib qo'ygan masala haqida men bilan fikrlashib beqish orzusining borligini aytibdi. Men u kishini darhol qo'shib aloqa qildim. Chunki chet ellikning bu suhbatni qanday sababdan ko'rib qolganligi va nima uchun qiziqib qolganligi diqqatimni tortgan edi. Texmi qiziqi uning bir chet ellik turib, Uyg'ur tilidagi suhbatni anglashi va temaga qiziqish edi. Biz vaqtni belgilab suhbat elib bordik. U kishi mundaq dedi. Men bu 3 soatga yaqin elib berilgan suhbatinglarni tafsiliy anglab chiqdim. Chunki sizning qarashlaringiz bilan mening qarashlarimda ma'lum o'rtoqliklar bor ekan. Men ham yaqinda bu tema ustida ilmiy maqola yozayotgan. Shu sabab siz bilan bu haqda bir qism qarashlarimni o'rtoqlashishni muvofiq ko'rdim. Suhbatda siz o'tirib qo'ygan masala Uyg'urlar masalasini hal qilishda intayin muhim deb o'ylayman. Ammo sizning oxirgi xulosangizdagi Uyg'ur masalasi demokratiya bilan hal bo'ladi degan qarshingizga qo'shimcha qilmoqchiman. Demokratiya bo'lsa, keng doiradagi bir uqum bo'lgani uchun uni texmi konkret tushuntirishingizga to'g'ri keladi. Bu vaqt sizning men bilan o'rtaq qarashda ekanligingizga ham ishonaman. Men Uyg'urlar masalasiga diqqat qilayotgani uzun bo'ldi. Sizlar duch kelgan masalalarning sizlar anglagandanmi ig'ir ekanligini bilaman. Ammo sizlarning bu masalani hal qilish ishlarida birlikka kelolmaslikdek ahvolinglarningmi borligiga diqqat qilgan edim. Bu masalani qanday hal qilish kerakligi haqida 3-shaxs sifatida mundaq o'ylayman. Uyg'urlar oldi bilan o'zlarining nima qilmoqchi ekanligiga nisbatan aniq tushunchani tiklashi kerak. Masalan, Uyg'urlarning kurash nishoni nima? Vatanning ozodligimi yoki musulmonlarning o'rtaq ozodligimi? Musulmonlarning ozodligimi yoki musulmonlarning o'rtaq ozodligimi?
Undaqda bu nishonga qaysi yo'lda yetishinglar mumkin? Bir kollektiv o'rtaq bir nishonga yetish uchun oldi bilan o'rtaq fikr birligi hosil qilish kerak. Ammo sizlarning oranglarda ideya birligi yo'q ekan. Har kim har xil usullarda o'zlari xohlagancha Uyg'urlarni zulmdan qutqizish uchun harakat qilib o'tibdi. Ammo fikr birligining bo'lmasligi sizlarning oranglarda chechilib, bosh-boshdoqlik bilan hech kimning gapini anglamaydigan bir hodisaning yuz berishiga sabab bo'layotidi deb qarayman. Sizlar faqat kelgusida zodi qandaq davlat qurishni xohlaydiganliginglar haqida o'rtaq fikrga kelsanglar, oranglardagi barliq ixtiloflarga xotima berilib, ishlaringlarda ilgirlash bo'lishi hamda xalqaroning yordamigami erisha olishinglar mumkin. Chunki men chet ellarda sizlarga yordam berishni xohlaydigan davlatlarning borligini bilaman. Ammo sizlarning kelgusida qandaq bir davlat qurish orzuyinglar borligiga aniq hukm qilolmaganliklari uchun yordam qilishda ikkilanib kelayotgan ahvollar mavjud ekanligini angladim. Qaysi xil yo'lni tanlasanglar, u sizlarning tanlashinglar bo'lib, sizlarga yordam beradigan davlatlardimi yordam berishga bo'ladigan yoki bo'lmaydiganligi haqida aniq qarash shakllanadi. Bu oranglardagi ixtiloflarni hal qilishdagi dastlabki va ochqishliq masala. Men bu kishining so'zlarini anglab savol qo'ydim. Sizning nazaringizda bu ikki xil tanlash Uyg'urlarning da'vosi uchun qandaq natija elib keladi? Bu kishi mundaq dedi. Birinchi, din bilan siyosat bir gavda qilingan davlat qurmoqchi bo'lsanglar, xalqarodagi sizlarning davlat qurib chiqishinglarga foydali sharoitinglardan quruq qilishinglar mumkin. Chunki Sharq Turkistonning jo'grafiyalik o'rnidan qaraganda Rossiya bilan Xitoydan iborat ikki cho'ng davlatning orasidagi, ya'ni Yevro-Osiyo cho'ng quruqligining kindikiga joylashgan bu o'rin tarixdan buyon jo'grafiyalik siyosatda muhim rol o'ynab kelgan. Xitoyning bir balvoq bir yo'l strategiyasida G'arbga kengayish uchun Sharq Turkiston muhim strategiyalik ahamiyatga ega. Navada bu zaminda din bilan siyosat birlashtirilgan bir hokimiyat o'ttirg'i chiqarmoqchi bo'lgan bir kuch bo'lsa, diniy e'tiqodni rad qiladigan kommunist ideologiyasining agash kuchisi Xitoy uchunmi, kommunist ideologiyasining asaratidan qutulolmagan Rossiya uchunmi, hatto dunyoning bexatarligi uchunmi foydasiz deb qaralishi aniq. Shundoq bo'lganlik sabab bu zaminda din bilan siyosat bir gavda qilingan bir davlatning qurilishi ko'p qo'llashga erisha olmaydi. Ammo masalalaringlarni hal qilish uchun sizlar navbatda ko'p davlatlarning qo'llashiga muhtoj. Ikkinchi, din bilan siyosat ayirib etilgan bir davlat qurish yo'li. Agar Uyg'ur xalqi shundoq bir yo'lni tanlashni qaror qilsa, nurg'un qiyinchiliklari osonla hal bo'lish bilan birga dunyodagi kuchli davlatlarning qo'llashiga erisha olishi mumkin. Chunki sobiq Sovet ittifoqi parchalanib, O'rta Osiyoda bir qancha davlat demokratik shaklda maydonga chiqqan bo'lsa-mu, texnicha kommunist tuzum asaratidan chiqib ketolmagan Rossiya va Xitoydek bir cho'ng davlatga beqinib qilish ahvoli mavjud. Rossiya bo'lsa prezident Putin rahbarligida yanala qisman mustabid holatda turmoqda.
Xitoy bo'lsa navbatda Amerika bilan munosabati butunlay buzilib, dushmanlashish bosqichida turayotgan bir kuch. Navada bu zaminda Amerika qatorliq g'arb ellariga yaqin bo'lgan, din bilan siyosat ayrilgan, dunyoning o'rtaq qimmat qarashlarini qabul qiladigan, demokratik va qonun bilan boshqariladigan bir zamonaviy davlat borliqqa kelganida, bu ahvol O'rta Osiyoning umumyuzlik demokratik bir rayonga aylanishi, Yevroasiya cho'ng quruqligining tinch taraqqiyotini amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib qolmay, balki Xitoydagi davr bo'lgich o'zgarishlar sababli kelib chiqish ehtimolligi bo'lgan jamiyat davolg'ushi, zo'r ko'lamli qarshilik harakatlarining maydonga kelishi va bu sababli kelib chiqadigan muqimsizliklarning oldi elinishi mumkin. Uyg'urlar o'z davlatini tinch va bexatar usulda qurib va taraqqiy qildira olishi, eng muhimi Uyg'urlarning zamonaviylashgan sekular davlat qurishini tanlashi ular uchun nihoyatda cho'ng o'zgarishlarni elib kelishi mumkin. Chunki bu tanlash Uyg'urlarning ozodlik kurashlarini butkul dunyoning o'rtaq qimmat qarashlariga bevosita bog'laydi va tabiiy holda qo'llashga erishtirdi. Suhbatimiz nihoyatda qizg'in kayfiyatda davom qilyotdi. Men yana so'rdim. Din bilan siyosat ayrilgan davlat qurish qarshini hamma kishining qabul qilishi natayin. Sizcha bundaq ahvolda qanday qilish kerak? U kishi javob berib, bir to'p odamlar o'rtaq bir nishonga yetish uchun cho'qim o'zlari yetmoqchi bo'lgan nishonning nimaligini va bu nishonga qaysi yo'l bilan yetishni aniq bilish kerak. Bular aniq bo'lgandila hammaylar o'xshash nishon uchun o'rtaq tanlagan birli yo'lga kirib, nishonga qarab ilgirlaydi. Növbətdə nişanlar aniq bo'lsa-mu, lekin bu nishonga yetish uchun faqat mushu ikkil tanlash bor. Olg'a ilgirlash uchun cho'qim tanlashinglar kerak. Tanlash bo'lgandila kishilarning kallasida qandaq bir nishonga yetish haqida aniq qarash paydo bo'ladi. Hozirgi ig'ir vaziyatni o'zgartirish, nishonni aniq bekitish, ittifoqlik va birlikni amalga oshirishda intayin muhim. Agar din bilan siyosat bir gavda bo'ladigan davlat qurmoqchi bo'lsanglar, bu haqda ko'p munozir qilishning hojati yo'q. Chunki bu xil tanlashning natijasi ularga ayon. Ammo ular shunday qilishni o'zlari xohlaydi. Agar sekular, ya'ni zamonaviy bir davlat qurishni tanlaydi ekansizlar, siyosiy da'vo so'rinidan dinga aloqador barliq omillarni butunlay chiqarib etishinglar kerak. Agar sizlarga yordam berishni o'ylayotgan davlatlar sizlarning nimaga moyilliginglarni tushunsa, ular ishlaringlarga qandoq aralashishni cho'qim biladi. Chet ellik do'stimiz bilan bo'lgan suhbat mushundoq oxirlashdi. Darvaqa bizning qaysi iqimga moyilligimiz taqdirimizning kelgusida qandoq bo'ladiganligini belgilaydiganligi aniq edi. Yaqinqi zaman Uyg'ur tarixiga nazar tashlasak, marhum Sabit Damullam Uyg'urlar uchun davr taqozzosiga mos keladigan jumhuriyat tuzumini, ya'ni asosiy qonun turg'izilgan xalqchil davlat tuzumini davlat boshqarish sistemasi qilib ko'rsatib berganligini ko'ramiz. Bizning ajdodimiz ana shundoq oldin ko'rar
millat manfaatini chiqish qilib, to'g'ri yo'nalishni ko'rsatib beroladigan dono kishilar edi. Bugun bizga mana mushundaq o'limalar, diniy olimlar lozim albatta. Hozirgi dunyo munosabatlaridagi foyda manfaat masalasi, ideologiya va qimmat qarashni markaz qilgan uzun muddatlik foyda manfaatni ko'zda tutadi. Ya'ni ideologiya va qimmat qarashda o'rtaqlik bo'lgan millat va davlatlar orasida manfaat to'qinishi uncha og'ir bo'lmadi. Masalan, o'xshamagan e'tiqod, ammo o'xshash dunyo qarashga ega bo'lgan Hong Kong, Tayvan bilan g'arb allari ideologiya va qimmat qarashlarda farq ko'p bo'lgan millat va davlat orasida manfaat to'qinishlari og'ir bo'lib keldi. Masalan, kommunist Xitoy, Sovet Sovet ittifoqi bilan g'arb demokratik qimmat qarashlari. G'arbning inson haq-huquqlarini markaz qilgan har xil projektlarga ko'plab iqtisodiy mablag' solishning maqsadi dal shu o'zlari to'g'ri deb qaragan ideologiya va qimmat qarashni targ'ib qilish va yoki boshqalarni o'zi bilan o'xshash bo'lgan ideologiya va qimmat qarash sepiga qo'shish. Xitoy millati ichida Tayvanliklar va Hongkongliklarning ideologiyasi va qimmat qarashlari g'arbga eng yaqin bo'lganligi uchun g'arb ularga alohida ahamiyat berdi. Bu yerdagi maqsad uzun muddatlik foyda manfaat bo'lib, uningga faqat ideologiya va qimmat qarashda o'rtaqlik yaratish va o'ttirdagi manfaat to'qinishlarini eng tuvan darajaga tushirish orqali yetkili bo'ladi. G'arb islom dunyosiga, jumladan bizga nisbatan ideologiya va qimmat qarash jihatda farq ko'p, o'rtaqlik oz. Kelgusida Uyg'urlar bilan manfaat to'qinishi yuz berishi mumkin deb andish qilishi ehtimol. Yig'ib aytganda, bu yerda bizning masalamiz yanala ideologiya va qimmat qarashni yadro qilgan manfaat to'qinishni azaytish uchun dunyo o'rtaq qimmat qarashlarni qabul qilish orqali hal bo'lishi mumkin. Qaysi kitobda ko'rganim esimda yo'q, mag'lubiyat haqida mundaq bir so'zni o'qiganim esimda. Mag'lubiyatning sababi ustida izlanmaslik davomliq mag'lub bo'lishdagi eng muhim sababdir. Tugidi. 2019 yil 31 avgust